Assalomu alaykum, qadrli fitness sirlari ko'rsatuvini muxlislari. Bugun biz siz bilan uy sharoitida mashqlarni turkumini ko'rsatamiz, boshlaymiz. Chunki har kimning ham fitness maskaniga borishga imkoniyati yo'q. Menga bugun yordamchilarim Abdullo va Aleksandr yordam berishadi. Aytgandek, men Isroil Polvonov, bodybuilding bo'yicha jahon vitse-chempioniman. Demak, tayyormisiz? Biz bilan energiya ishni ketdik. Mashg'ulotni boshlashdan oldin yurak-qon tomir tizimimizni tayyorlay olamiz. Buning uchun o'rningizda turgan joyingizda yugurib yoki hovlida yugurasizmi, ozgina qizdirib olasiz va chigal yozdi mashqlarga o'tamiz. Boshidan boshlab, bo'yindan orqa oldiga, tepadan boshlab pastga tushib boramiz. Chigal yozdi mashqlarni yaxshilab qizdirib olgandan keyin asosiy mashqlarga o'tamiz. Keyin 5-10 minut chigal yozdi mashqlarni bajaramiz. Tepadan pastga tushib boriladi. Hamma yog'i yaxshilab qizdirib, agarda siz mashq boshlanishida chigal yozdini bajarsangiz, mashg'ulot samaradorligini 25% ga ko'paytiradi degan faktlar bor. Albatta, doim chigal yozdi mashqlardan boshlash kerak. Mashg'ulotni. Xuddi men bajargandagi shu usulda bajarsangiz, muskullaringiz yaxshi qizib, mashg'ulotga tayyor bo'ladi. Chigal yozdi mashqlaridan keyin hamma sevgan отжимание, ko'krak mushaklari va qo'lning orqasi uchun asosan yelka ham ishlaydi. Ketdik. Tushirganda nafas olamiz. Ko'tarilganda nafas chiqaramiz. Xohlang poldan, xohlang skameykadan, xohlang mana bunaqa supachadan. Mana shunday qilib 10-15 marotaba 3-4 yondashuvda. Yangi boshlaganlar bitta yondashuv 10-15 marta nechta qila olsangiz, mana shuni o'zi yetadi boshlanishiga. Asta-sekin kunma-kun kuchayganingiz sari qo'shib borasiz. Avvaliga kun ora mashq qilishni tavsiya qilaman. Bu yerda nafaqat aytganimdek ko'krak mushaklari, balki qo'lning orqasi, triceps va yelkalar ishga tushadi, hamda qorin va bel mushaklari ozgina ishlaydi bu yerda.
Navbatdagi mashqimiz jimlyoja faqat gantellar bilan uy sharoitida, zal sharoitida, komandirovkada bo'lasizmi, gantel topa olsangiz bajaramiz. Ketdik, boshladik. Buni ham aytganimdek 10-15 martadan yangi boshlaganlar bir yondashuv yetadi. Asta-sekin bir haftadan keyin 2 yondashuv, keyin 3 yondashuvga o'tasiz. Tushirganda nafas olib, ko'targanda ko'krak mushaklarini qotiramiz. 10-15 martadan 3-4 yondashuv. Boshlanishida 8 marta boshlasangiz ham bo'ladi. 2 haftadan keyin 10 marta, yana 2 haftadan keyin yoki 1 oydan keyin 12 marta, 15 marta asta-sekin qo'shib ko'tarib borasiz nagruzkani. Birdaniga nagruzka berish keragi yo'q. Har bir mashq orasida 2-3 daqiqa dam olasiz. Bu orada suv ichishingiz mumkin. Yaxshilab nafas rostlab, yurak urishi o'rniga tushib moslashgandan keyin keyingi mashqqa o'tamiz. Navbatdagi ko'krak mushaklari uchun 3-mashqimiz. Buni kapalak deb ataymiz. Mushaklarimizni yoyib turib, ko'krak mushaklarini qisgan hisobiga mana shu mashqni bajaramiz. Kapalak, ketdik bolalar. Mana juda ham yaxshi ishlayapti mushaklari. Pastga tushirgan holda cho'zib turib, ko'targan holda yig'ib qotiramiz. Albatta qotirish shart. Qo'yib yuborganda nafas olib, yig'ilganda nafas chiqaramiz va qotiramiz albatta. Aytganimdek, yuklamani ko'p olmayli. Boshlanishiga yengil yuklamadan boshlash kerak. Chunki odam o'zini kuchini taxminlay olmasa, tez charchab qolishi mumkin va mushaklarini jarohat yetkazib qo'yishi mumkin. Demak, og'ir vaznda charchab qolmasligi uchun boshlanishda yengil vazndan boshlab, keyingi yondashuvda sal og'irroq vaznni olsa bo'ladi. Eng asosiy siri shundaki, birinchi yondashuvda yengil vaznni olasiz, ikkinchisida sal og'irroq olasiz va uchinchisida maksimalni 8-10 ta bajaradigan
vazn bilan oxirgi yondashuv oxirgacha ana o'shanda mushaklaringiz rivojlanib, yaxshi o'sib, kuchayib, hajmi ko'payib boradi. Ko'krak mushaklari uchun mashqimiz tugadi. Mana endi qo'llar orqasiga o'tamiz. Gantel bilan qo'llar orqasi uchun birinchi mashq. Ketdik. Demak, buni ham 10-15 marotaba bu mashqni ham 10-15 marotabadan ishlaymiz. Aytganimdek, boshlanishida 8-10 ta yetadi. Har hafta kuchayganingiz sari yondashuvlarni qo'shib borasiz. Boshida bir yondashuv yetadi, yangi boshlaganlar uchun. Bunda qo'limiz orqasi tritsepslar ishlaydi. Tekislaymiz oxirgacha. Nafas olib, ko'targanda nafas chiqaramiz. Yana bir life hack deymizmi, siri deymizmi? Agarda ko'pchilikning chap qo'li o'ng qo'liga qaraganda kuchsizroq bo'ladi, kichikroq bo'ladi. Shuning uchun men tavsiya beraman, birinchi chap qo'ldan boshlang. Ayniqsa oxirgi yondashuvni oxirigacha bajaring deganimga, oxirgi yondashuvda chap qo'lingiz agar 10 ta qila olsa, o'ng qo'lingizda ham, kuchli qo'lingizda ham 10 ta qiling. Shunday qilib, bir-biriga qo'lingiz yetib oladi, balki chap qo'lingiz kuchayib ham ketishi mumkin. Navbatdagi mashqimiz tritsepslar uchun korol mashqlaridan bittasi. Skameykada bosamiz. Boshladik. Orqaga bosh ko'tarib, oyoqlarni oldiga chiqarib, yaxshi, juda ham zo'r. Buni ham 10-15 martadan 3-4 yondashuvda bajaramiz. Tushirganda nafas olinadi, ko'targanda nafas chiqariladi. Hamma mashqlarda emas, ba'zi mashqlarda tortuvchi mashqlarda nafasni tortganda chiqariladi, qo'yib yuborganda nafas olinadi. Bo'shashganda nafas olamiz, qotirib kuchanganda nafas chiqariladi. O'shanda sizga yordam bo'ladi bu. Qo'l orqasi uchun yakuniy mashqimiz. Boshladik, ketdik. Qo'lni ko'targanda oxirgacha tekislash shart.
oldinga egilmaydi, faqat orqaga. Mashqimiz yakunida ishlagan mushaklarimizni biroz cho'zib olamiz. Yaxshi qon kirishi uchun, yaxshi tiklanishi uchun, yaxshi dam olishi uchun ko'krak mushaklarini ozgina cho'zamiz. Yelka mushaklarimiz ishladi, yelka mushaklarini ozgina cho'zamiz. 1 daqiqa cho'zib turamiz. Qo'l mushaklari ishladi, qo'lning orqasiga ozgina cho'zamiz. Ikkala tomonni. Mana bugungi uy sharoitida qiladigan mashg'ulotimizni birinchisini yakuniga yetkazdik. Biz bilan birga yana sport kanalida fitness sirlari ko'rsatuvida uchrashguncha xayr, bizni kutib qoling va tasvirni olishga yordam bergan Profit.uz fitness maskani rahbariyatiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusi dasturlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.